Bomdod namozi to'g'risida savolim bor edi. Bomdod namozini o'qib bo'lib soatga qarasam va quyosh chiqish vaqtining o'zi bo'lgan bo'lsa, namoz buzilgan hisoblanadimi? Menda oldinlari shunday holatlar bo'lgandi. Lekin men quyosh chiqish vaqtidan 2-3 daqiqa o'tmasa zarari yo'q deb o'ylardim. Yaqinda bir joyda eshitib qolib, o'ylanib qoldim. Oldinlari shunday o'qigan namozlarim buzilganmi? Ya'ni bomdod namozini o'qib bo'lib soatga qarasam, quyosh chiqish vaqtining o'zi bo'lgan bo'lsa, debdilar. Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Bomdod vaqtida haqiqatdan nozik masala. Bomdodni quyosh chiqishiga namoz buzilib qoladi. Namoz o'qiyapti, o'sha o'qiyotgan joyda chiqdi quyosh. Buzilib qoladi. O'shaning uchun quyosh chiqdi degan vaqt ko'rsatilgan, masalan 7:20 deb ko'rsatildi misol. 7:20 gacha tugatish kerak bo'ladi. Shunda qazo bo'lmaydi, durust bo'ladi. O'sha vaqtgacha salom bergan bo'lsa demoqchiman. Namoz bo'ladi. Lekin undan o'tib ketib qolgan bo'lsa, ko'rsatilgan vaqt, tekshirilgan vaqt 7:20 da bo'lsa, misol u 19 da boshlab 21 da tugatdi. 7:20 da quyosh chiqdi. Bu namoz buzilib qolgan hisoblanadi. Uni endi boshqatdan o'qish kerak bo'ladi. Allohu a'lam.